Assalomu alaykum aziz saxovatpesha xalqim. Odamlar jamoasi yana qarshingizda sizga murojaat bilan chiqmoqda. Sizga mehribon, munis, mushtipar ona kerakmi? Ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Buni bejizga aytmaganimni siz tushunib yetasiz. Ekranlaringizda ko'rib turgan inson Baxtiyor aka Yusufjanovich 1987-yilda tavallud topganlar. Bu insonni oyoqlari tug'ma nogiron va bugungi kunda mana shu oyoqlarni zudlik bilan operatsiya qildirish kerakligini bizga iddao qilib chiqishdi. Ro'za kunlarida biron bir ehson qila olmagan bo'lsangiz, mana ayni vaqtda boya ekranlaringizda ko'rgan onaxonimiz mana shu insonni volidai muhtaramalari. Qo'lingizdan kelsa kartalarni, ya'ni o'zlarining shaxsiy kartalarini qoldiraman, o'sha kartalarga qo'lingizdan kelgancha ehsoningizni ayamang azizlar. Agar qo'lingizdan kelmasa, shu videoga befarq bo'lmasdan videoni maksimal darajada tarqating, komment yozing, like'la bosing va istoriya qo'ying. Alloh siz va bizdan rozi bo'lsin.